Anlayatqanыңlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Dünyanın hər qaysı joylarına tarqalğan Uyğurlar üçün bugünkü gündə iki xil köreş bir vaqtda davam qılmaqda. Biri öz kimligimizni, tilimizni və mədəniyyətimizni saqlab qilish görüşü. Yana biri dünyadakı siyasi özgürlüklər arasında millatimizning taqdiriga ta'sir ko'rsatadigan cho'ng masalalar ustida siyosiy ong saviyamizni o'stirish görüşü. Hörmətli radio anlıqçılar, bu haftalık radio xəbərləri proqramımız iki böləkdən tərkib tapıdı. Diasporadakı Uyğurlarga dair yeniliklar və xalqara siyasi vəziyyət haqidagi muhokimalar. Bugünkü proqramımızın birinci bölüki bolğan diaspora yenilikləri Amerikadakı bir ana til məktubu haqida boludu. Dünyanın hər qaysı joylarına tarqalğan Uyğurlar üçün ən çoğ əndişlərinin biri kelgüsü avlodlarning Uyg'urcha so'zlash, Uyg'urcha o'ylash və Uyg'urcha yashash imkoniyatini saqlab qilish masalasidir. Bulubmu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda Uyg'ur tilini maktablardan chiqarib etishi, darslik kitoblarining yig'ilinishi, hatto ba'zi kitoblarning ko'ydirilishiga qadar bo'lgan siyosatlar diasporadagi Uyg'urlarni texmo o'yga soldi. Dünya ana til günüdə Amerika Virginia ştatidagi Uyg'ur jamiyati yana bir qitim o'z tiliga bo'lgan muhabbetini amaliy harakat bilan namoyon qildi. 2017-yili qurilgan Virginia Uyg'ur ana til maktabi bu yillik xotirlash faoliyatini nihoyatda mo'l mazmun, qizg'in kayfiyat va cho'nqur his tuyg'ular ichida o'tkazdi. Bu qatimli xabarimizning mehmoni maktabning qurg'uvchisi Surayya Ablimit xonim. O 1999 yıldan bu yan Amerika'da yaşap kelyapti. 2017 yıllarga kelganda vatanimizdagi ana tilning cheklanishi, darslik kitoblarning ko'ydirilishi va madaniyatning yo'qotilishiga doir xabarlar uning qalbida cho'ng andish paydo qildi. Shu andisha diyorimizdan yiroq turib tilni saqlab qilish mas'uliyatiga aylandi. Maktabning qurg'uvchisi Surayya Ablimit xonimning deyishicha, uzun yil Amerikada yashash jarayonida bir savol uni davomli o'ylantirib kelgan. Bizning bolalarimiz Uyg'urcha so'zlay olmasa, kelgusida Uyg'ur kimligini qanday saqlab qola olamiz? Maktab dastlabda faqat 3 darsxona, 37 nafar 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan yo'lga chiqdi. Surayya xonim qizi va bir qancha pidokor o'qituvchilar butunlay ixtiyoriy xizmat qilib, vatandan elib kelgan elipa kitoblaridan foydalanib dars o'tdi. Biroq qizg'in qo'llashlar kutilmagan darajada tez kengaydi. Qisqa vaqt ichida o'quvchilar soni 70 ga yetdi. Ota-onalarning qo'llashi bilan yangi o'qituvchilar taklif qilindi. Darsxonalar kengaytirildi, faoliyat doirasi mo kengaydi. Keyin maktab faqat til o'rgatadigan bir sinf bo'lib qolmay, bir madaniyat markaziga aylanishga boshladi. Maktabda Uyg'ur tili darsidan sirt Uyg'ur usuli, islom dini asoslari, tarix va futbol sinfi qatorliq faoliyatlar qo'shildi. 3 yil ichida maktab oilasi 100 dan oshdi. O'qituvchilar soni 9 nafarga yetdi. Tövəndə biz bu ana til maktabining qurilish tarixi haqidagi tafsilotlarni Surayya xonimning o'zidan anglaymiz. Assalamu alaykum Surayya xonim. Aldı bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun radio anglag'uvchilarimiz va radiomiz nomidan chin ko'nglimizdan rahmatimizni aytamiz. Xush keldingiz. Hoş buldum. Rahmet. Sizlerden mümini şu ana til münasebeti bilen sözleşike teklif kılgınlar için köp rahmet eytimen. Avval söhbətimizni kirishdan burun o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Oldu. Ben Süreyya Ablimit. Ben Gulcu'da tuğulup ösüp beşer okup çoğun boğan. Üniversiteni atalmış Şinjan Üniversitesi, onun da Şanghay Pedagoga Üniversitesi'ni bitirgen tarih kesbeden. Okuş bitirgenden keyin Şinjan Xalq Nəşriyyatı işlegen. Şunun bilan 97 yılı şu vatanni tərk etib chiqqan Gulcu vaqasidan keyin yo'ldoshim bilan birga Ankara Üniversitesida o'qigandik. Ondan keyin Ankara Üniversitesini o'qib, yerda masterlik o'qiyotgan vaqtida yo'ldoshim mendan burun Amerikaga keldi. Erkin Asiya radiosiga ishga kirgandan keyin bizni
Şu bir yılın içinde Amerikaga ekegen. Şu 99 yıldan tartib şu Amerikada yaşavatımın. 1999 yıldan başlap Amerikada yaşap ötüpsiz. 2017 yılı ana til mektebi qurush qaroriga kelgan vaqtingizda qalbingizdagi eng cho'ng harakatlantirgich kuch nim bo'ldi? Ben 99 yılı kelgende mening çoğun kızım 5 yaş idi. Şu 5 yaşlı kızımni şu Uyghur tilini unutup kalmışsın dep uyda Uygurca sözlep Uygurca gap qilib qilatdim. Chunki ular Amerikaning maktablariga kirgandan keyin butunlay inglizcha tili chiqib, do'stlar bilan ingliz so'zlashadigan bo'lib ketdi. Shu ayni vaqtda shu men kelgan vaqtlarda bir 6-7 oila bordi. Ularning bolalari bilan o'zaro uchrashatdik. Shu vaqtlardan tortib bolalarga qarasam, shu bir yerga kelsalar, o'zi shu tabiiy holda ingliz so'zlab ketadiganligini bilgan. Shuningdan keyin qizimning ana tilini unutmasligi uchun shu vaqtdan tortib har qanday yerga Uyg'urning markiti bo'lamdi, madaniyatini tanishtirgan yer bo'lamdi, odamlar guruhi bir yangi yil bo'lamdi. Shu yerga bizning Uyg'urlarimiz mundaqmi shu Uyg'urchani unutib qolmaysiz deb shu qizim bilan boshlagandim. Onundan keyin bu yerdagi hayot, inglizcha o'rganish ham xizmat ashtaq bilan bo'lib, keyin ikkinchi o'g'lim tug'ildi. Shuning bilan qizim o'sha yerda o'qib cho'ng bo'lib, 18 yoshga kirgan chog'da universitetiga kirdi. Universitetiga kirgan vaqtgacha men bu qizimni ashundaq vaqtliq maktablarga avatdim. Ba'zi yerlarda mandaq kitobxonlarda ochilgan Uyg'ur ona tili maktablariga ib bordim, ammo ular hammasi bir mezgildan keyin to'xtab qoldi. 2 oylik, 3 oylik bo'ldi, undan keyin to'xtab qoldi. Odam qolmaydi, o'qituvchi qolmaydi. Bu narsa meni nihoyatda bearam qilatdi. Undan keyin bizning borgan siri 2010 yildan keyin nurg'un odamlar kelib ketdi. Amerikaning Virjiniya shtati Fairfaxda o'tiratdiq. Oila nihoyatda jiqladi, bolalar shunday jiqladi. Endi birinchi mening o'ylaganim shu bu ishni bir ishga fidoyilik qilib, bir necha oy qilib qiladigan ish emas. Buni cho'qim bu bo'shliqni to'ldiradigan narsa deydigan bir ideya kelgan menga. Ammo o'zim xizmat ishlatdim bir doktorxonada, oilam bor, yo'ldoshim bor. Bu ishlardan ishlamadim. Qizim o'qish bitirib kelgandan keyin, universitetni bitirgandan keyin men qizimga shu ko'nglimni dedim. Mushu ishni bir ching tutgan bo'lsak bo'ladi. Hech kim bu ishga ishlamayotidi, ammo men endi sizlarmi cho'ng bo'lib qoldinglar, mushu bir maktab ochay deyman deb qizimga o'z ko'nglimni degan. Shu vaqtida shunga boshlandi. Endi bu birinchi sababi. Hmm. Dastlabda bu maktabni qurishda qanday qiyinchiliklarga yo'liqdingiz? Oson bo'ldimi qurmoq? Ehm, Oson bo'lmadi. Bu mening qalbimda endi bu yana bir iliq sababi 2017 yildan tortib vatanimizdagi qirg'inchilik menga bek ta'sir ko'rsatdi. Tilimiz, eee, kitoblarimiz ko'ydirilib, tilimiz yo'qolib, ziyonlarimizni turmaga ilib qilgan vaqt bu vaqt meni intayin bearam qilgan. Shuning uchun bu mening o'yimning qanchalik to'g'ri ekanligini shu vaqtida texmi his qildim. Eee, Uningdan boshqa, shundaq vaqtlar bo'lgan vaqtida uningdan keyin men o'zimning ozroq iqtisodi bilan bu maktabni cho'qim qurmasak bo'lmaydigan vaqti kelibdi deb shu shu Amerikadagi Fairfax turishliq bir turklarning bir o'rni bordi. Shu yerga kelib, shu yerdan bir 3 sinfni oriyat ilib, shuning bilan tayyorlikni qizim bilan tang boshladik. Bu vaqtda eng qiynalgan narsam birinchisi o'qituvchi tepish. Uni o'zim bilan qizimdan boshladim. Uningdan keyin shu o'rin, eng muhim o'rindir. O'rinimiz bo'lsa, uningdan keyin maktab boshlig'ini bo'ldi. Shuning uchun men turklardan 3 sinfni oriyat olgan. Materiallarni desak, materiallarni men o'zim 2005 yillarmi mushtaq vatandan nurg'un ilipa kitoblarni o'zim pul avatib, mishadagi rost xonim qizlar pul yig'ib, bir 250 dak shu ilipa kitoblarni ochib qo'ygan, shu materiallardan ishlatib boshlagandim. Keyin Turkiyadan, boshqa yerlardan har xil materiallarni olib keldim. Shu eng qiyinchiligim yer tepish, ikkinchisi o'qituvchi tepish, uchinchisi material bo'ldi. Siz dastlabda 3 darsxona bilan boshladim dedingiz. Qancha o'quvchi bor 3 darsxonada? Birinchi kunilar 32 bola register qilgandi.
Ümitlendingizmi shu kunlarda, ya'ni bugungi kunga qadar bu mush xizmatni qildiganligingizni shu chog'da tasavvur qila olganmidingiz? Birinchi mening o'zimga bergan va'dam, agar maktab ochdim, bu maktab mayli bir o'quvchi qolguncha davomlashtiraman, undaq yarim yo'l to'xtab qoldigan qilmayman, dedim. Shu ham kelgusida cho'qim bu maktab intayin cho'ng, hamma odam keladigan, jamoat ota-onalarni o'sha yerda jam bo'ladigan bir yer bo'ldi deb xiyolimda botdi. Qilalamdim, qilamamdim, ammo uningga tirishaman deydigan bir o'y botdi. Ota-onalarninki bu maktabning taraqqiyotida qandaq roli bo'ldi? Ya'ni ota-onalar sizga moslashib berdimi o'quvchilarning? Moslashmadi. Shu ota-onalarning qo'llashi bilan, chunki iqtisod eng qiyinchilik bir yerimiz bo'lganligi uchun men davomli uning pul xashlab bo'lolmayman. Sinflarimiz sal kichik, yetishmadi, muallimlar yetishmadi. Mening qizimmi o'sha Amerikada cho'ng bo'lib, inglizcha, uyg'urcha bo'lgan bilan dars atgidek pedagogika undaq tajribasi yo'qdi. Men o'zim bir nashriyat ishlagan birisi. Shu o'qituvchiga maosh berish kerak, yerga ijara to'lash kerak. Materiallar pul ketish kerak. Shuning uchun men ota-onalardan dastlabdan tortibla iyig'i bir boladan til uchunla $50 yig'ib qildim. Shu pullar bilan muallimning maoshini to'ldim, materiallarni oldim. Shuning qarab men andan bu ishniki cho'qim davom qildiganligiga ishondim. Hozir qancha o'qituvchi va qancha darsxona bor? Hozir til adabiyot o'qituvchilarida 6 bor. Başqa, usul dərsi, rəsm dərsi, İslam dərsi, onun futbol dərsi, onundan tarix, qatarlıqlarını qatqan. Keyin shunday qilib 9-10 dan eshib ketadi. Pidai o'qituvchilarimizdan yana 4-5 bor. Ya'ni ma ijtimoiy tor vositalari orqali bu qitimqi ona til bayramiliq o'tkazgan faoliyatinglarni ko'rdik. Bolalarni nihoyatda jonliq turguni ko'rdik. Uyg'urchasi nihoyatda ravon. Hozirgi o'quvchilar to'g'risida bir tushuncha bersangiz, hozir bolalarningki ona tilga bo'lgan qiziqish qanday bo'lyotidi va o'rganish natijasi qanday bo'lyotidi bolalarning? 9 yılның yağı biz bu ana til gününü her 6 yıl boldu toxtamay ötküzümüz. Şu günü bek muhim dep balaga ana til günümüz bizning bayramımız, tilimizni saqlab qolgan bayramımız dep ögetganligimiz üçün mushundaq ibadoq. Ayni vaqtda bizning balalarningki soni birdilla 120 ga chiqqanti. Ammo ma bu yaqindagi mau vatan bilan yo'l ochilgandan keyin bolalarning ozlanish bo'lib ketdi. Chunki ba'zi ota-onalar bu maktabnimi bir xil qo'qidigan bir yer borsam meningki mashtaq ishlarimga ta'sir yetib qoldi deydigan bir ong bilan ba'zilar asta-asta yo'qolib ketganlar bo'ldi. Shundaq bo'lsa-mu hozir yana 70 ga yaqin o'quvchimiz bor. Bolalarninki ahvoli burunqi shu kirgan bolalar hozir o'sha 6-7 yil jarayonida o'qiydigan, yozadigan, tushunadigan, hatto jarangliq ashtaq sahnalarda so'zlaydigan darajaga yetdi. Boshda Uyg'urchasi ravon bo'lmagan bolalarninki bugun ravon Uyg'ur tilida so'zlayotganligini ko'rganingizda qanday hissiyotda bo'ldingiz? Buni masalan mening uningda o'zimning kichik bolam bor. Hozir 13 yoshga kirdi. Men maktab boshlaganda 5 yoshda. Shuning do'st og'aylarim bor billa maktabga kirgan. Shulardan ko'rishimcha ular misha tug'ildi, mishada yaslilarga bordi. Ammo maktabninki nimasi davomli uzluksiz kelganligi uchun ular shundaq Uyg'urchani uydami so'zlaydi, maktabdami so'zlaydi, lekin o'qiydi, yozadi. Mushundaq darajaga kelib, ularga bir xil normallashib qoldi. Ona tilim mavu, ingliz tilim mavu, ikkinchi tilim deb turib o'rganadigan bo'ldi. Nihoyatda zo'r umidlarni berdi. Demak, biz uzluksiz to'xtatmay ham oilada, ham maktabda, ham jamoatning ichida mush Uyg'ur tilini ta'kidlasak, cho'qim davomlashtira olamizga, berdik tatgan japonimiz deydigan bir yakunga keldim. Hmm. Süreyya Hanım, sizce diasporadaki bolalar üçün ana til faqatli bir tilmi yoki kimlik ve milliy ruhning bir qismimi? Albatta, ana til bir til bo'lish sifati bilan endi biz bu yerda hozir vatandan yiroqda. Bu maktab hozir Uyg'ur maktab degandek bir emas, bir jamoatning keladigan, davomli uchrashadigan bir madaniyat markaziga o'xshash bo'lib qoldi. Shuning uchun buni cho'qim Uyg'ur tilini o'rganadigan yer emas, bizning Uyg'urlarning o'zimizningki yutirib qo'ygan vatandagi
jamoatininki, ijtimoiy jamiyatninki bir parcha qismi deb qarasak bo'ldi. Baya siz ana til dersinden sırt usul, tarix, dini bilim qatarlıqlarını mı berimiz dediniz. Bu qo'shimcha bu derslerini berishning maqsadi nima? Bunun məqsədi endi biz Uyğurlar faqat Uyğur tilini öyrəniş jarayonida bizning özümüzning boshqa narsalarımı yo'qolyotidi bu yerda. Masalan, islom dinimiz, balalarninki axloq fazilatlari, uningdan boshqa madaniyatimiz, usul, naqsha, musiqalarmi yo'qolyotidi. Endi ularninki avlodlarimi yana shunday yetish kerak degan nimada mushaga chiqqan, ashliq dangliq usulchi ulamdi, dangliq bo'lmasimi vatanlarda o'qituvchilik qilgan. Musiqa o'qituvchilik qilgan, usul o'qituvchilik qilgan ayollarni, qizlarni әкелib, bu darsning kambusi bo'lmaydigan bir tarbiya madaniyatimizni saqlashning deb qatgan. Tilla emas, madaniyatni mı saqlab qilish uchun xizmat qilyapmiz demakchi. Shundoq. Hozir maktab duch kelayotgan eng cho'ng qiyinchilik nima? Hozir eng cho'ng qiyinchilik endi shu mishaning ijarasini to'lash. İkinci tarafdan yanımı nurgun müşahede biz bilen teng yaşavatkan hem Uyghur cemiyetinden jirak turvatkan muşu ballarını qandaq qılıp mektepke ekilip Uygurluğu bilen yaşaştırış. Bunun teşvikatlarını qıvattımız. Eğer ballar cık olup, aş 100'den, 200'den, 500'den, 1000'den bolup ketilgan bolsa, biz ijara töleşten mi qiyinchiligimiz qutulumuz azazdan tama kül bolar dep hemizden azazdan algan pullarımız bilen nurgun işlerini qıla alaymiz. Şu iqtisadi jihatdan biraz qiyinchilik. Texiçe maktab sirtida qolgan Uyg'ur bolalariga nima demoqchisiz? Men ularga deymenki, sizlar meyli qandaqlı bolsun, bu yerda olim bo'lib ketinglar yoki savdogar dangliq bo'lib ketinglar. Bir yerga kelgan chaqda o'zinglarning kimligi taqishidi, bolalaringlarning kimligi taqishidi. Sizlar shu vaqtida astag'firullah, bolam Uyg'urcha bilmatdi, bolam Uyg'urcha narsani anglamatdi, mundaq tamoqlarni yegan olmaydi deydigan bir narsaga duch keldigini aniq, chunki bizning tajribamizdan shundaq o'tdi. Shuning uchun ko'zinglarni yo'g'on ichib, orqamizga qarab, biz qandaq bir millatdiq, biz qandaq yashashimiz kerakdi. Nima uchun men bir taraflama qarayman, shu tilimizni, ona tilimizni tang taraqqiy qildirsam, bolalarimga yaxshi ekan-ku deydigan bir ideya bilan qaytib kelib, jamoatga qaytilib, müşahede ballarımızın Uygur medeniyetini, tilini, musiqalarini anglab çoğ buluşunu ümit qilma. Rahmat sizga. Kechikib qolgan bo'lsaqmi, xalqaro ona til kuni munosabati bilan dunyodagi Uyg'ur ota-onalarga qanday uchur yo'llashni xohlaysiz? Bütün dünyada muş Uygur milletini beşiği kelgen muşu kırgınçılık, muşundaq ağır küllerini biz vatanda urug' tuqqanlarımız, ata bu evlatlarımız yaşavatıdı. Biz chet elga chiqqanlar jim turmayli. Qaysi teşkilatlarning o'zining roli bilan qilyotidi. Ona til bilan shug'ullanayotgan bütün qarindoshlar, shu ziyolilar hammasi Uyg'ur uchun yozayotgan tarixlar, Uyg'ur uchun yozilayotgan she'rlar, yozmalar hammasi bizningki millatimizni saqlashda turkilik rol o'ynaydi. Ularga menga o'xshash mening de Qozog'istondagi, Turkiyadagi, Yevropadagi, Amerika, Kanada, bütün dunyodagi Uyg'urlar davomli tirishayli, saqlab tilimizni saqlab qolayli, madaniyatimizni saqlab qolayli. Bizlar tashlab etmasak, ular bizni tashlab etmaydi degan bir mesajni bergim keldi. Ayt yaxshi, rahmat sizga. Eng oxirgi bir savol. Sizcha til boyada millat bo degan jumlani bugungi diaspora vaziyatida qanday tushunsak bo'ladi? Albatta, har bir yerda biz dunyoning har yeriga chechilib ketdik. Birinchi vazifamiz shu yerniki tilni o'rganib, ashalarda utuq qozonib, yuqori pallaga chiqib, kelgusimiz uchun mablag' selishimiz kerak. Bu jarayonda tilimiz eng muhim turtki. Ham shuning bilan tang shu o'zi tava bo'lgan davlatlardagi jamiyatning ichiga kirib, siyosiy o'rinlarda ishlab, nurg'un yerlarda o'zining ko'rsatsa talantlarini bir Uyg'ur millati hargiz
yo'qolib ketmaydi. Haqiqatan til bir millatninki mavjudligidagi hal qilg'uch omil. Bu maktab faqat bir darsxona emas. U bir jamiyatning yurak so'qishi. U diasporadagi bir millatning o'z-o'ziga bergan va'dasi. Xalqaro ona til kunida biz bu yerdan aniq bir narsani ko'ra olamiz. Til bor yerda millat bor yerda umid bor. Virginiya shtatidagi bu kichik darsxona Uyg'urning kelgusiga yiqilgan bir yo'riq chiroqdir. Bu chiroq o'chmaydi. Chunki uni saqlayotgani bir ona, bir jamiyat va bir millatning irodasi. Hörmətli radio anlıqçılar, radio xəbərləri proqramımızın ikinci bölüki bolğan xalqara siyasi vəziyyət haqqındakı muhakimələrdə bolsa, dünya siyasətində diqqətimizni tartıvatqan bir mühim məsələyə nəzər salımız. Axırqı yıllarda O'rta Sharq rayonunda siyasi və hərbi əndişlər gün sari küçəyməkdə. Rayondakı qurolliq to'qinishlar, İsrailiya bilan İran orasidagi kuch sinoqlari va cho'ng davlatlarning bu rayonga bo'lgan strategiyasi dunyo siyosatidagi muhim munozir nuqtasiga aylanib qoldi. Oxirgi bir hafta ichida Amerika va İsrailiyaning Eronga qarshi harbiy harakatlari, shundaqla rayondagi davlatlarning pozitsiyasi xalqaro siyosatda zo'r diqqat qo'zg'adi. İran bexatarlik siyosatidagi yuqori darajalik rahbarlarning biri bo'lgan Ali Larijani yaqinda e'lon qilgan bayonotida İran Amerika bilan suhbat o'tkazmaydi deb bildirib, Amerika prezidenti Donald Trumpni rayonni qalayimqonchilikqa ishtirdi deb tanqid qildi. U yana Trumpning Amerika manfaati birinchi shuarini İsrailiya manfaati birinchiga aylantirib, Amerika askarlarini İsrailiyaning manfaati uchun xatarga ilib bormoqda deb aybladi. Bu bayonotlar Amerika bilan İran o'rtasidagi ziddiyatning yana bir qitim yangi bosqichga kirganligini ko'rsatdi. Xalqaro energiya bozorlarimi bu jiddiylikning ta'siriga uchirdi. Bu oraliqda Xitoy hukumati bayonot berib, Eronning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilish kerak degan koni pozitsiyasini qayta takrorladi. Biroq xalqaro analizlarga qaraganda Xitoy Eronni asosiy strategik ittifoqdoshi sifatida qo'g'dashga tayyor emas ekan. Ba'zi siyosiy tahlillarga qaraganda Xitoy uchun eng muhim masala rayondagi neft yetkazishning to'xtab qolmasligi. Xitoy Eron bilan savdo qiladi, biroq Eronga tayinib qolmaydi. Agar Hormuz bo'g'zidagi neft yo'llari xatarga duch kelsa, Beijing texmi kuchli pozitsiya bildirishi mumkin deyilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, Xitoy uchun Eron hukumatining saqlanishiga qaraganda rayondagi energiya bexatarlik masalasi bakroq muhim. Bugungi savolimiz shuki, bu urush faqat bir qatimliq harbiy to'qinish bo'lamdi yoki u rayondagi siyosiy kuch tangponligini o'zgartiradigan cho'ng burilishga aylanamdi. Bu haqda biz Uyg'ur masalasi va xalqaro siyosatni yaqindan kuzatib kelayotgan siyosiy tahlilchi, Sharq Turkiston Ulusal manfaat markazining mudiriyat raisi Nijat Turg'unbek bilan birlikda muhokama olib boramiz. Eron urushi rayon siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Xitoy nima uchun Eronni oshkora qo'llashdan saqlanadi? Bu jiddiylik O'rta Sharqning kuch tangponligini qanday o'zgartirishi mumkin? Bu o'zgarishlar Uyg'urlar va Sharq Turkiston masalasiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bugungi tunji muhokamamizda bu savollarga Nijat Bey bilan birlikda javob izlaymiz. Assalomu alaykum Nijat Bey. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun radiomiz va radio anglag'uvchilarimiz nomidan sizga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Aleyküm assalam Absam Bey. Bugün programga meni taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Sizning xabaringizda oxirgi bir qancha kunda Amerika, İsrailiya va Eron orasidagi jiddiylik qayta yuqori pallaga ko'tarildi. Sizningcha bu to'qinish faqat qisqa muddatlik bir harbiy qarshilik bilan to'xtab qoladimi yoki rayon siyosatidagi cho'ng burilishning boshlanishi bo'lib qoladimi? Bularninki o'rtasidagi munosabat uzundan buyon davomlashib kelganlik. Oldi bilan bugungi bularning nimasiga munosabat qarasak, aslida Eron bilan Amerika va Isroil bu sovuq munosabat o'rtasida nihoyat yaqin munosabatda bo'lug'liq. 79 İran inqilobidan keyin bu yerda 330 munosabatda o'zgarish bo'lug'liqda. Masalan, İran İslam inqilobi bo'lgandan keyin
Bunun üstü münasebet özgergendikin ve İran'ın yadro enerjisi Amerika xalamaydigan bir hakimiyetning qo'liga o'tgandan keyin Amerika olsun, İsrail olsun, İran'ın bu yadro quroliga yasash iqtidoriga ega bo'lishdan bir andisha hosil qilib kelgilik va izchil buni iqtisodiy embargolar bilan yurishib kelgilik. Toki bugungi kunga qadar har xil taktika, har xil siyosatlarni ep bordi Amerika. Oxirgi kunlarda Omanda bularning uch tarafniki vakilining ko'rishayotganligidan hammamiz xabarimiz bordi. Hatto Iranning manda degan yergacha kelib ekan. Biz bu şu yadro zenginleştirilgen yani baylar iliqi ishlab ishlangan yadro qurollarini saqlaydigan markazimizni to'ldirmaydi, uni bo'shatib berayli debdikandik. Buni Omandagi shu yerda kelishtirgichning degan og'izdagi narsa. Shuning bilan bu yerda Mishaga kelgan chog'da aslida bular kelishalaydigan nuqtada shuningga qaramay Isroil va Amerika bu yerda bir askariy bir operatsiya ilib bordi. Bugun 6-chi kun, 7-chi kun qadam qo'ydi masalan. Biz shahid bo'lyapmiz bunga. Endi Clausewitz deganidek urush aslida shakli o'zgargan siyosatninki bir nimasi deydi. Vasitasi deydi-da. Bugungi urush masalan boshlanib 6-chi kun keldi. Bu urush faqatla Isroil va Amerikaniki havo hujum bilan to'xtab qolmay, Iran bunga javob qaytaryotdi. Va atrofdagi davlatlargami bu Iran Amerikaning askarlari turgan konsulxonalar olsun, Amerikaning harbiy bazalari olsun, mush O'rta Sharq rayonidagi nurg'unlagan xatolaşmasam 11 davlatga qu deyman hozir hujum qilib bo'ldi masalan. Demak, bu urush hisobda rayonlashib bo'ldi butun O'rta Sharq rayoniga. Endi buningki iqtisodiy va siyosiy ta'siri bor. Bu xalqaralashish nuqtasi qarab menyotidi. Bo'libmi Iranninki bu neft va tabiiy gaz eksportida dunyoning nihoyatda muhim o'rinda turadigan narsa. Bu bo'libmi Sharq Osiyo rayonlariga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatdi buningki. Neftninki, tabiiy gazlarninki paraxotlar bu Iranning Hormuz bo'g'ozidan chiqib o'tolmasligi uchun Iran buningga chek qo'ydi masalan-chu. Demak, bu hozir ko'rinishda bir qisqagina bir issiq urush nimasi ko'rinsimi, ammo buningki ta'siri rayonga chechrab bo'ldi va uningki ta'siri xalqaro butun geopolitik va iqtisodiy nimasiga cho'ng ta'sir ko'rsatadigan bir urushib qilishi mumkin. Hamda hozir xabarimiz bo'lgandek Amerika u urushninki ikkinchi bosqichiga kirishga harakat qilyotdi. U nima degan chog'da masalan vakolatchi Amerika Isroil uchun vakolatan bu Iran bilan urushadigan u bo'lsin İranning tufruqi ichidagi kurdlar, arablar va balujilar shunga o'xshash yerga Ozarbayjon va Turkiya xalqlarini qo'zg'ab Iranning hokimiyatini almashtiramiz deydigan nima qilyotdi. Ammo bu muvaffaqiyat bulamdi, bo'lmamdi uni ko'ramiz. Meningcha buning muvaffaqiyat bo'lishi nisbatan tuban. Bu vaziyatda Xitoyning pozitsiyasimi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy bir tarafdan Eron'ni qo'llaydigandek ko'rinsimi, yana bir tarafdan nihoyat ehtiyotchan muomala qilmoqda. Sizningcha buning orqasidagi haqiqiy strategiya nimadir? Xitoyning izchil tashqi siyosatida bunday bir alaylik bor. Ular o'zaro bir-birsiniki egilik huquqini hurmat qilishda o'zaro ishga aralashmaslik va tijorat qilib birlikda gullanish deydi. Andan keyin issiq jidal Xitoy hech qachon bir kirpaqin yo'q Xitoy davlati 49 qurilgandan tortib Xitoy boshqa davlatlarning o'rtasidagi jidallarga kirgani yo'q. Albatta o'zining urushga kirgan yerlari va Vyetnam, Hindiston tarafdagi bo'lsin, ammo uchinchi bir tarafninki o'zining do'stlari bo'lsin, dushmani bo'lsin, sheriklari bo'lsin, u urushlarga Xitoy bevosita aralashmoqchi. Chunki Xitoyning xavfsizlik tushanchisida Xitoy o'zining ichki bexatarligini andan keyin atrofdagi besvilingan rayonlarni, masalan, Tibet, Sharq Turkiston, Mongoliston, masalan, ishki Mo'g'uliston. Lekin Tayvan bu rayonlarninki bexatarligini buni birinchi muhim deb nuqta deb qaraydi. Andan keyin atrofdagi chegaradagi davlatlarning bu yerdagi bexatarlik nimasiga Xitoy nihoyat ahamiyat beradi. Ammo Iran albatta muhim Xitoy uchun, ammo askar qilgandek muhim emas. Xitoy bu yerga kirgandan keyin birsi u urushga kirishib qilishning badali bo'ladi uning qirda. Bevosita Amerika bilanmi undaq bir hozir issiq jidalga kirish orqali Amerikaning va Xitoyning boshqa rayonlarga jidal etishiga, urush etishiga fursat emaslikmi bir andisha bor masalanki. Xitoy izchil tarixdan nimasidan qarasak bir siyosiy ehtiyotkorlik bilan nihoyatda bir realistik va pragmatik holatda bir harakat qilib kelgilik bu tashqi siyosatida. Irandami garchi neft tijorati va cho'ng
strategik şeriklik münasibeti bolsumu uçuk holatda Xitoy Ironga qurol-yarog' yetkazish undan qilgan uchuq bir berganligini ko'rmadik. Ammo ba'zi dokladlarda bugun masalan Amerikaninki ba'zi dokladlar ham Rossiyaning ham Xitoyniki materiallar bilan ta'minlaydi, urush materiallari bilan deyotidi. Ammo bu tak jazmlashmaydi bu narsa uchun. Ammo Xitoy uchuq nimada aytgan chog'da bu urushga aralashib qolg'isi yo'q. Ammo o'zininkimu sherik bo'lgan Eronninki Amerika tarafidan burilib hokimiyatning almashishini Xitoy xohlamaydi. Chunki Xitoyning bu rayonda nihoyatda cho'ng manfaati bor. Akirayotgan xam neftninki 13% Xitoy uchun Xitoyning oldigan 13% nefti bu rayondan keladi masalan 15%ga yaqin. Ananki atrofdagi davlatlarning nimasiga ta'sir yetkazadi. Bu sebepten anankin yeni bir nuqta var ma Xitoyning yangi Ipak yo'lininki muhim tuguni bu Xitoydan o'tib ma bu Janubiy Osiyo, G'arbiy Osiyoga o'tib, Erondan o'tib, O'rta Sharqqa kiradigan anda bir yeni bir muhim ahamiyati var. Xitoy va O'rta Sharqdagi bu munosabatlarni Eron orqali tutib kelaglik masalan. Va boshqa davlatlarningmi bo'lgan munosabat, masalan, Isroiliya bilan bo'lsin, Suriya, Saudiyalar bilan bo'lsin, hammasini yaxshi bir munosabatni tutib kelib bir tamponlashgan bir siyosatni. Xitoy Eron tarafini tutib olsa, boshqa davlatlarga masalan Eron hujum qilgan bo'lgandan keyin hozir Xitoy ular bilan bo'lgan munosabatda bir buzilish va nacharlashish holati kelib chiqadi. Yuqorqi sabablarni Xitoy ehtiyotkorlik bilan bu urushdan siyosiy va diplomatik holatda bir neytral, betaraflikni ko'rsatgan holatda tutib turyotidi masalan. Xitoyning O'rta Sharq siyosatida eng muhim nuqta neft va energiya bexatarligi deb qaraladi. Agar Hormuz bo'g'uzi yoki rayondagi neft yo'llari xatarga duch kelsa, Xitoy qanday qadam tashlashi mumkin? Hozirgi kelgan mau uch nimqan matbuot xabarlarining nimasi qarasa Xitoy Xilijiq neftni urush boshlanishdan burun achchiqlikka. Endi Xitoyniki neft saqlash zapasiga qarasak, 3,5 oydan ortiq neft saqlay oladi ekan masalan. Hech qanday dunyoda bu yerda nima suv kelsin. Lekin bizga Xitoyniki 13-15% kichik nefti bu yerda O'rta Sharqdan keladi. Endi bu mau Hormuz bo'g'uzi nihoyatda muhim degandek bu faqatla Xitoy uchun emas, Xitoyning sherik masalan Pokiston uchunmi nihoyatda muhim. Pokiston, Hindiston, Yaponiya, Koreya, O'rta Sharq uchunmi muhim bu yerdagi neft manbalari. Endi buni to'sashning nimasida Xitoyning manfaatiga bevosita bir xeyli og'ir zarba berdi. Ammo Xitoy yana bu narsalarni tinch yo'l bilan, diplomatik kanallar bilan hal qilishga tirishishi mumkin bu narsani. Ammo bevosita bir issiq urushga kirishni Xitoyning hozirgi ahvolidan va tarixiy kelib qolgan ahvoldan qarasak bu urushga kirmaydi deb o'ylayman. Ammo bu Hormuz bo'g'uzininki to'silishi zaten xalqarodagi bu energiya krizisi yaratish oldida turyotidi masalan. Uzun qolmay bu davlatlar hammasi Isroiliya bo'lsin, Amerika bo'lsin va Eronga besim tushirishga boshlaydi. Endi buning kuchi yetamdi, yetmamdi, urushni to'xtata olamdi yoki u to'xtamay bu davomli krizis taqin cho'ng'ayamdi uni bilmaymiz. Ammo bir energiya krizisi va cho'ng holatdagi iqtisodiy va tijorat krizisi boshlanish oldida turyotidi masalan. Agar rayonda keng ko'lamli to'qinish kengayib ketsa, bu Mhm. Xitoyningki iqtisodiy siyosatiga qanday besim paydo qilishi mumkin? Birinchi bo'lib tegadigan energiya manbasidan dedik. Andan keyin tijorat yo'lig'im tegdi. Chunki bu yandilla mangadigan tijorat nimasi Xitoyningmi bu rayonga sotadigan nurg'un mahsulotlar bor masalanchi bu bo'g'ozga atalgan Eron orqali bu yerdan kirib işte O'rta Sharqqa sotadigan bir yo'li bor. Xitoyning tijoriy manfaatiga ta'sir etadi. Uning ustiga Xitoy bu yerga yuqori texnologiya, bu yerga selayotgan nurg'un mablag'lar bor. Andan keyin yeşil energiya narsa olsun, nurg'un qurol-yarog' setishyaptimi Xitoyning bu O'rta Sharq, Shimol Afrika bu musulmon islom ellariga Xitoyning qurol-yarog' setish nimasi kengayayotgan. Bu tijoratlarga hammasiga ziyonga uchraydi albatta buniki. Andan keyin deganimizdek bir yo'l bir balvoq projekti da quruqlik jihatdan Eronmi Turkiyaga o'xshash nihoyatda muhim bir o'rinda turdi. Bumi bir to'salg'ularga uchrashi mumkin. Endi buningki darajasi qanday kengaydi uni bilmaymiz. Ammo Amerika tarafdan qarasak hozir quruqlikdan askar kirgizimiz u bu deyotidi. Ammo men buningki toz muvaffaqiyat bo'lmaydiganligini bilmayman. Amerika tarafimi
buni qattiq o'ylanish ichida turayotganligini ko'ryapmiz. Masalan, kurdlarni salsin yoki bo'lmasa nimalarni salsin, Eronning masalan 92 million nüfus var. Bu nüfusninki 6 milliondan 8 milliongacha kurdlar desakmi, bunda bir cho'ng nimaga teng kelib bo'lolmaydi. Andan keyin Eron dunyodagi 15-chi cho'ng kuchlik askeriy kuch, 2 millionga yaqin rasmiy askari bor. Qurol tuta oladiganchi. Andan keyin mana bu Eron Islom inqilobiy harakatininki 12 million nimasi bor. Fidoyilar. Ya'ni bular urushda qurol tutolmasmi, logistik holatda Eronninki urush qilgan askarlarining oqsab va sestralik u bu nurg'un ishlarni qila oladigan insonlar. Bu Amerika uchun tarixdan buyon kirib boqmagan, uchrab boqmagan bir cho'ng bir urush maydoni bo'ladi. Andan keyin jug'rafiyalik jihatdami Eronning bir ustunligi bor bu yerda hozir. Chunki bu zamanda ming yillardan beri yashab kelgan bir xalq. Andan keyin muhit, havo-rayi, klimat jihatdami Eron xalqining ustida ustunlik holatda. Chunki bu yerning havo o'zgarish nimasiga Eron xalqi pishiq. Amerika bu narsaga kitoblarni o'qigan bo'lishi mumkin, ammo yashab ko'rmaylik bu narsalarni. Andan keyin yana bir muhim narsa bor bu urushning kengayishini oldida ko'rishga tegishli. Urushda askarlarninki motivatsiyoni bak muhim narsa. Nima uchun o'limiz, nima uchun bu jangga kirib qon to'kimiz deydigan bir qo'zg'atquchi modda nimasi bo'ladi. Eron xalqining hozir ikki dona motivatsiyoni va bu Amerikaning askarlariniki, Isroil askarlarinikidan yuqori. U nima degan chog'da birsi bu Amerika Eronninki Shia musulmonlarninki lideri bo'lgan Humaynini o'tdi demasdan hujum qilish orqali. Bu Eron va o atrofdagi rayondagi Shia musulmonlarining bu Amerikaga va Isroilga olan düşmanligini aşırdı. Bu birinci urush qilishninki nimasi motivatsiyoni bo'la oladi. Ikkinchisi Irondagi millatchilik nimasi hozir oshdi va Eron xalqininki mayli hozirgi hukumatni yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lsinmi, bular hozir birlikda Amerikaning quruqlikdan kirsa birlikda urush qilishga qasamyatlarni ichib qildi. Masalan, bugun ko'rdik xabarlarda Türkmenlar, Irondagi Türkmenlarmi ko'chaga chiqib, chunki bularning nimasi Shialar jihlari diniy e'tiqodi. Bularmi Eron xalqi bilan, ya'ni Farsiylar bilan birlikda Amerikaning besib kirgan ahvolida quruqlikdan birlikda qarshi jang qildiganligini bildirdi. Ya'ni hisobda Amerikaniki hozir o'ylashayotgan ichki qalayimqanchilik chiqish, ya'ni ichidagi Eronning xalqini qo'g'dash orqali cho'ng bir urush chiqarmiz deydigan planimi asosan suvga chilishish oldida turibdi. Ammo bir strategik xatolik qilib Amerika kirib qolib qolsa buningga endi Iroqdan, Afg'onistondan battar bir cho'ng bir ziyonga uchraydi. Bu endi Xitoyning nimasi bilan aytgan chog'da agar kirgan Xitoy uchun bir mukofot chiqqandek bir narsa bo'ldi. Cho'ng bir sovg'at bo'ladi. Chunki uzun mezgillik masalan Amerika 2000 yildan tortib 2021 Afg'onistondan chiqib ketgicha nurg'un iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan nurg'un ziyonlarni tortdi masalan uchun. U yerda ko'zlagan maqsadga yetolmadi. Endi Erondami askar kirgizib nurg'un chiqimlarni qilsa, urush patqiga bilish bilan birga Amerikaning nurg'un iqtisodiy jihatdan ziyon bo'ldi, siyosiy diplomatik jihatdan ziyon bo'ldi. Har bir Amerikaninki ziyonga uchishi bu Xitoy uchun bir mukofot bo'ladi. Yani ma'nosini aytgan chog'da Amerikaning urushga kirishi, urushning portlashi, kengayishi Xitoy uchun Ha. bundaq deyotgan chog'da bir lotereya chiqqandek bir narsa. Shundaq ba'zi analizlarda shundaq qaralyotidi. Ba'zi analizlarga qaragan chog'da xalqaro diqqat boshqa rayonlardagi to'qnashuvlarga burilgan chog'da Xitoy Hı. o'zining ichki siyosatini texmi qattiqlashtirishga fursat topadi. Ya'ni Hı. xuddi bir lotereya chiqqandek bir fursat keldi degan qarashlar bor. Siz bu Xo'sh. qarashlarga qanday qaraysiz? Bo'libmi? Sharq Hı. Turkistondagi siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Xitoy har doim Sharq Turkiston Xitoyning mavjudiyati va taraqqiyoti va kengaymishi siyosati uchun muhim bir o'rin. Buning har qaysi jihatlarga muhimligini tilga olmasakmi, bak muhim. Xitoy bu yerga izchil mustamlik siyosati yurgizgandan boshqa 2017 bilan qirg'inchilik siyosatini yurgizib kelyotdi. Endi shakli o'zgargan holatda yana har xil shaklda chingaytyotdi. Yaqinqi necha kundan burun 3 ayning 6-si deb xatolashmasam bir istixborot xavfsizlik nimasini o'ttirib qo'ydi masalanchi bu yerdagi uchurlarning sirtqa chiqishi va oshkorlanishi deyilishi degandek nimalarda texmi qattiqqo'l bir siyosatniki namoyandasini ko'rsatyotdi. Masalan, diniy erkinlik bo'lsin, kimlik bo'lsin, u yerdagi til nimalari bo'lsin, buningdami qattiqqo'l siyosatni yurgizayotganligini ko'ryapmiz. Endi sabab nima deganda bu yerdagi xalqni eritishni, assimilyatsiyani tezlatish orqali bu yerda
мәңгүлік бір әмінлікке, яғни Қытайның өзінің құралының мәңгүлік әмінлікке erişişi mesela için. Şimdi bu cihetten aytkanча bu uruş dünyanın dikkatini O'rta Sharqqa va rayonga tortish bilan birga Xitoy bu yerdagi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini texmi teziltishi va kuchaytirish ehtimolligi yuqori. Uyg'ur davosining xalqaro sahnadagi o'rnini nazarga olganda, bunda xalqaro jiddiyliklar biz uchun fursatmi yoki qiyinchilikmi? Xitoyning nemisining bir gapi bor, fursat krizisning bo'yniga minib keldi deydi-chu. Hmm. Bugungi dunyoda nurg'unlagan yerlarda urush bo'lyotidi. Ukrainada bo'lsin, O'rta Sharqda bo'lsin, mayli vatanimizning chegarasi Pokiston, Afg'onistonda bo'lsin va dunyoning boshqa yerlarida to'qinishlar izchil davom bo'lyotidi. Bununla ergashib davlatlarning o'rtasidagi tuzilgan do'stliklar, hamkorliklar, sherikliklar, kelishimlar o'zgarish paydo bo'ladi. Agarda o'ttirishib bir sistema, tartib o'ttirishib, bir mehlangan chog'da, tartibga kirgan chog'da bu yerda eshiklar taqiladi. Davlatlar o'zaro munosabatni yaxshilashga bir diplomatik va xalqaro qonun bo'yicha ip berishga harakat qilgan. Ammo bugungi dunyo tartibininki qarasak, bu urushlar sababidan buzilib, yangi bir tartibga kirayotganligini ko'ryapmiz. Bu Sharq Turkiston xalq uchun aslida aytgan chog'da bir fursatlarning kelayotganligini ko'rsatadi. Endi so'rash mumkin, nerede fursat kelyapti debchi? Qani bu fursat, nima bu fursat deb so'rash Hmm. mumkinchi. Bu fursatni tutish uchun bir milliy kuchni hozirlashimiz kerak. Milliy kuch degan chog'da siyosiy, askariy, iqtisodiy, media tarafdan aql kuchi, nurg'un jihatdan odam kuchi degandek nurg'un jihatdagi kuchlarni hozirlash kerak. Endi bu kimga tushadi degan chog'da shaxslarga o'z oldiga shaxsiy qila oladigan narsalardan biriga tashkilotlarga, ya'ni xalqni yetaklaymiz deb menayotgan tashkilotlarga tushadigan bir vazifa endi-chu bu yerda. Hmm. Yani tashkilotlar shu bu narsani tayyor qila olyotamdi, qilayotamdi. Yoki buning qarata qanday bir planlari bor? Endi har bir tashkilotning o'z oldiga bir planlari bo'lishi mumkin. Ammo bugungi bundaq bir cho'ng krizis bo'lgan chog'da hech qanday tashkilot bu xil tayyorlikni yolg'iz qilolmaydi. O chog'da nima bo'lishi kerak degan chog'da bir yumaloq ustalning ustiga kelib, buni jiqmi deb ketdik burun. Hammasi o'rtaq qila oladigan ishni bilishgan holatda o'rtaq bir ep berish kerak va milliy kuchimizni hozirlab bu kelayotgan bu xalqaro ichilayotgan bu fursatlarni tutishga harakat qilishimiz kerak. Chunki siyosatning asosi bu kuch. Bo'libmi xalqaro siyosatning nimasida kuch bo'lmasa hech kim sizga hurmatmi qilmaydi, hech kim siz bilan hamkorlashma qilmaydi. Chunki kuch hozirlashimiz kerak va kuch orqali boshqalar bilan diplomatik siyosiy kanalda o'tlagan chog'da qarashlar bilan boshqalar bilan siyosat deb bora olamiz. Agar biz kuchsiz bo'lgan chog'da biz faqat ularniki bir o'yinchi bilan bo'lamiz faqat xolos. Ya'ni hozirgi chechlang'u holatimizda fursat kelgan taqdirdami uni tuta olishimiz natayin. Tez. Hmm. Ammo Ya'ni yeni fursat va nima degan chog'da har birlik birlashib ketish deganlik emas. Bir ustalga kelib bu narsani o'rtaq bir umumiy cho'ng bir strategiya bilan harakat qilish kerak bu yerda. Mayli qaysi xil tashkilot bo'lsin, Sharq Turkistonning mustaqillik haqiqiy samimiy va to'g'ri harakat qiladigan tashkilotlar bo'lsin. Siyosiy, askariy, diplomatik, iqtisodiy, ilmiy qiladigan xizmatlarning nimasida cho'ng bir projekt plan bilan o'rtaq parallel holda harakat qilish kerak. Burunqi chilang'uluq xotim berilmagan chog'da bu chog'da ishimiz tez haqiqatan. tashkilotlar bir ustalga keldi, kengashdi, birlikda ish olib boradigan bo'ldi deb faraz qilaylik. Agar shundoq bir Xo'sh. sharoit hozirlangan chog'da bugungi xalqaro vaziyatda qanday strategiya qo'llanishi kerak tashkilotlar? Menimcha kichik yıldızdan tortib, kichik qiladigan namoyishlarimizdan tortib, cho'ng urush qilgan nemlarimizga butun nimada programmada o'zgarish bo'lishi kerak. Ya'ni qilayotgan nimamiz, faoliyatlarimiz bizning umumiy qarasak tashkilotlar 20 yil burun qilayotgan faoliyatidan jiq farq yo'q. Ya'ni Hmm. aktivistlik Hmm. siyosiy aktivizmlik zihniyati bilan harakat qilg'iliq aytib berayotgan ishlarning hammasi faoliyat. Andan keyin tashkilotlardagi rahbarlar, tashkilotda xizmat qilayotgan odamlarning hammasining mutlaq ko'p sondagilarning zihniyatida faoliyatchilik zihniyati bor. Ya'ni qarasa masalani anglatish bilan to'xtab qolg'iliq. Asli bu siyosat anglatish bilan tugmay, tamom, anglatish masalaning ishga chiqishiningki birinchi qadami. Ammo siyosiy ustalga o'tirgandan keyin bu yerda ve al deydigan bir narsa bo'ladi. Buni anglata olish kerak. Sharq Turkistonning ahamiyatini, o'zimizning
bu mesela karşı tarafla hemkarlaşkan çağda qanday küçümüzün barlığını, bununla qandaq şekilde bu kişinin ulardan paralel hemkarlaşıp ulardan nemi elişimiz gerekligini bilişimiz gerek. Karşı tarafını anqırışımız gerek cümlesinden. Eğer teşkilatlar mesela teşkili aqliy kuchini ko'tarmagan ahvolda, ya'ni burun qolat qilgan ahvolda ustalda birga o'tirib qo'ygan bilanmi ish bitmaydi masalan. Hmm. Buning uchun nima kerak bo'ldi degan chog'da tashkilotlar aqliy kuchini ko'tarish kerak. Ya'ni bu ishning sohasi qilayotgan nurg'un chetda turib qolgan akademiklar bor masalan. Hmm. Ya'ni bularning aqliy nimasiga bosh urish kerak tashkilotlar. Bular bu masalaga qanday qaraydi? Eee, Bunun çıkış yollarını izleyişimiz gerek. Qanday şekilde yapıp baramiz? Siyasi, askeri, mesela ma'rif sohasidan bo'lsin, media sohasida nurg'un yetishgan odamlarimiz bor chet elda. Va buningga maslahatini olgandan keyin tashkilotlar aqliy selim bilan bir rasionallaymiz-ku. Bu Hmm. holatda harakat qilish kerak. Ya'ni umumiy strategiyani shu yerda chiqadi hamda-ku. Hmm. Sizning kuzatishingizcha hozirgi xalqaroliq Uyg'ur tashkilotlarida mushundaq bir harakat bo'lyapti? Ya'ni mushundaq bir xalqaroda mushundaq bir cho'ng voqealar yuz berayotgan, buning bizga bir fursat bo'lib kelayotgan, shapsi ko'rilayotgan chog'da tashkilotlarda bundaq o'zgarish bo'lyapti hozirgi mavjud tashkilotlarda. Afsuslanarliki men unda bir narsa ko'rmadim. Eğizde cık deyilayotgan narsa, ammo amaliy qadam besilganligini ko'rmadim. Ichilgan jig'allarning nemasidan bu narsadan qarasak, ishlarniki turaksiz kelib qolgan yoki bo'lmasa borgancha oxiriga chekinayotgan bir narsani ko'ryapmiz. Chunki berilayotgan bayonotlarda, berilayotgan narsalar, chiqilayotgan xabarlardami tashkilotlarning nima maqsad g'oya nishonlari olib berayotgan siyosatning nemisini ko'ralaymiz. Endi buni Sharq Turkistonniki milliy manfaatiga solgan chog'da nechilik foydasi va ziyonlar uchuqlam chiqadi bu yerda-ku. Hmm. Yani beriyotgan bayonotlar, aytilayotgan so'zlar nihoyatda xato ishlatilayotgan hukmlar jiq masalan. Hmm. Burun mesela Uyg'ur tilida bergan bayonotda hech qanday bir tashkilot nima demaydi, Uyg'ur rayoni demaydi. Masalan, buni qarasak, nurg'un xabarlarda, nurg'un tashkilotlarning tor betlarida Uyg'ur rayoni deb ilishga boshladi. Hmm. Bu bir coğrafiyalik hayatda joylashgan Sharq Turkiston masalasini nima uchun buni o'zgartirdi? Ben bunga u o'zining tanlashi. Ammo buni ko'rgan chet ellik tadqiqotchilar bizningki berayotgan bayonotimiz, masalan, bugungi suhbatlarimizdami dunyoning har yeridagi istixborot va tadqiqot organlari, istixborotchilari, askariy mutaxassislar hammasi anglaydi bugungi kunda. Chunki Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ojizlik nuqtasininki birisi. Hmm. Xitoy bilan muloqot qilgandan keyin bu narsalarni bu Uyg'urlar nimada o'ylayotdi, bularning harakati qanday shaklda deb bizning yozilayotgan, so'zlayotgan har bir narsamiz bu mutaxassislar tarafidan kuzatiladi. Ammo biz aksincha o'zimizning berayotgan bayonotlarimiz, qilayotgan narsalarimiz, so'zlayotgan ishlarimiz, gaplarimizda bu chekinishni, bu xato nimalarni ishlatishimiz bu Sharq Turkiston kurashiga ziyon beradi. Shunga aqli selim nimaga o'rtaq bir nimaga kelish bilan birga tashkilotlarni o'zining tashkiliy safosini, qobiliyatini, inson kuchidagi saviyani o'stirishga harakat qilishimiz kerak. Bu Hmm. shaxsan o'zimdan boshlab deyman. Uyg'ur tashkilotlarini qo'yib turayli. Xo'sh. Sizningcha xalqaro siyosatda bugünkidek mushundaq bir cho'ng voqea yuz berayotganda, mushundaq bir o'zgarishlar bo'layotganda, xalqaroliq kuchlarninki Sharq Turkiston masalasiga diqqat olib kelish mumkinchiligi bormi? Burun mesela jim turayotgan, nihoyatda yaqin o'tayotgan Taliban harakati bor demasin. Uningda bir Afg'oniston hokimiyati nimasi bo'lyapti, burunqi hukumat. Taliban 2021da olgandan keyin bu yerda bir yaxshi yutib ketadi deb o'ylagan nurg'un odamlar. Masalan, bugun bir kichik bir chegara urushiga kirib qoldi masalan ikki tarafchi. Ammo bu yerdagi to'qinish bizga fursat yaratishi mumkin. Masalan, hozir qanday kelganda Afg'oniston bilan Pokiston ikkisining munosabati bo'ldi va Pokistonni o'tirg'a olgan bir go'sht qiymasiga aylanib qoldi masalanchu. Bu yerdagi to'qinishlar masalan kengayib Sharq Turkistonning chegaralariga berish mumkin. Bu yerdagi Afg'onistonga kelgan, qolib qolgan, u yerda turib qolgan Uyg'urlarga bu harakatchilik bir fursatlarni berish mumkin masalanchu. Albatta bu yerda O'rta Osiyoda bo'lsin, uningdan boshqa Xitoy sharqiy Xitoy Sharq dengizi, Xitoy bilan Yaponiyani o'rtasida munosabat olsun, Xitoy bilan Filippin, Vyetnam qatordagi munosabatlar hammasi bir jiddiylashish bor. Masalan, Yaponiyani ahvoliga qarab boqaylik. Bundan hozir
samuray uykusunu açtı mesela. Çok qaytadan hareket kelyapti nahayat tez suratda qurollanish, askeriy texnologiyasini taraqqiy qildirish, sanoatni taraqqiy qildirish, yangidan istixborot nimasini qurish, masalan, Hmm. asos qonunning 9-moddasini almashtirish, ya'ni nurg'un kunsiga Yaponiya nima qilyapti, masalan, tunayonki chiqqan yangi xabarda Yaponiya NATOga bilan bir kelishim tuzdi, masalan, 5 turlik bir modda bor, masalan, ikki tarafniki askeriy texnologiyasi nurg'un jihatlarda bular bir ish hamkorlik qilib, tunji NATOga a'zo bo'lmagan davlatniki bular bir hamkorlik kirishi masalan. Hmm. Yapı sen nurg'un o'zgarishlar bor. Endi bu o'zgarishlar bizga bir fursatlarni tutdi. Chunki Xitoy bilan chegara masalasi bo'lgan har qanday davlatningki Sharq Turkiston qaritini o'ynashni istaydi. Endi qilalamdi, qilamandi u ayrim masala. Ammo Xitoyning bir ojizlik nuqtasi, bir muhim bo'lgan bir nuqtani masalan, mayli Hindiston bo'lsin, mayli Yaponiya bo'lsin, mayli kelgusi masalan Rossiyaning munosabatini buzish mumkin. Chunki endi bir chegara masalalari bor buningda. Xitoyning masalan Sibiryaga kirayotgan oshqun bir ko'chmanlar siyosati bor. Bu Rossiyani beram qilayotgan narsa. Qitliq bir narsa demayotidi. Hmm. Ammo Sharq Turkiston masalasi Xitoyniki yumshoq qarni, qusug'i. Bu Xitoy bilan aloqa qilayotgan, munosabat qilayotgan va jidal va urushning nimasi bo'lgan har qanday bir davlat bu kartni o'ynashni xohlaydi. Endi masala yana shu to'p o'zimizga keladi. Bu şekillengen fursatlardan, ziddiyetlerden fursatni topolamdiq va tutalamdiq. Tutolmasak shu iliqi deydi-ku ma'nimeler. Egerде tort kesigan yerde otlanırsan shu üstelik tort olasan deydi. Hmm. Kelgusi qandaq bo'ldi uni uqmaymiz, lekin bu qitimqi fursatni tutamaydigandek qilamiz, ya'ni bundaq bir Bugungi tashkilotlarda. ahvolda tutolmaymiz. Ya'ni bu tashkilotlarda texi bir o'zgarishni bo'g'inni ko'rmadik. Ama bu yerda yana bir narsani qaytib qo'yib Nehi? Tashkilotlar bir omil, ama shaxsiy xalqmi bir omil. Çünki Hmm. təşkilatlara xalqdan hərəkət tapıdı. Yoki bo'lmasa xalqqa vakolatdan degandan keyin xalq chiqib besim qilish kerak. Yoki bo'lmasa o'zidagi bor imkoniyat bilan bir tashkilotni isloh qilg'izish kerak. Agar undaq qilolmagan chog'da xalq yangidan tashkillanib bu mas'uliyatning uddasidan chiqa oladigan va fursatni tuta oladigan bir narsani shakllantirishi kerak. Ya'ni xalqmi qochib qutulolmaydi bu mas'uliyat. Ya'ni xalqning bu ig'ir mas'uliyati bor. Albatta, albatta. Ya'ni hammamizning siz bilan mendan tortib hammamizning mas'uliyati bor bu narsada. Albatta, albatta. Undaqda xalqqa shuni bildirib qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Agar Uyg'ur masalasini xalqaro sahnada texmi kuchlik anglatish uchun bugungi xalqaro siyosiy muhitda qaysi yo'llar bizga texmi unumli bo'la oladi? Mushuni bo'lsa bir uchuq deb bera olsangiz, xalqimizni bilib qolsa. Qilgan nurg'un narsa bor. Albatta, endi xalqning ichida nurg'un insonlar bo'ladi, har xil o'xshamagan shaklda o'xshamagan alayidliklar bo'ladi. Xalq eng oldin o'zgartiradigan narsa bu kurashga ishonishdan boshlash kerak. Ya'ni bo'layotgan bu qiyinchilik, bu vatandagi zulm, bu o'zgarishlar bizni umidsizlik emas, umidga bog'lash kerak. Bu umid bo'lgan chog'da inson harakatga yetadigan gap. Endi nima ish qila olayman degan chog'da insonning cheklik sharoiti va qobiliyati, imkonlari bo'ladi. Buningdan masalan yetildirish kerak. Masalan, siyosiy bilimlarni o'qiy olamdi, yoki bo'lmasa qonun, xalqaro qonun, yoki bo'lmasa askariy bilimlarni o'qiy olamdi, davlatning askariy nimalariga bora olamdi masalanchu. Shaxsiy o'zining kishilik nimasini yetildirish kerak. Andan keyin avlod tarbiyasi albatta muhim bu yerda. Keyingi avlodlarimizni, o'zlarimizning cho'ng bo'layotgan farzandlarni bu kurashniki bir partisi qilib yetildirishimiz kerak masalanchu. Bu qila oladigan ishimiz. Buningga tashkilot aralashsin, aralashmasin, har bir ota-ona bo'lguchi, har bir shaxs, individ bu mas'uliyatlarni qilish kerak. Masalan, men kompyuter ishlagichi bu ishlarga aralashmaymiz. Kompyuter sohasidan qila oladigan nurg'un ishlar bor masalanchu. Shundoq. Masalan, san'atchim qila oladi. Beriblamki, bugun nurg'un yerlarda nima faoliyati deydi masalan. Beriblam san'atning nimasini ko'z tutib xalqlarga usta o'ynab berishamiz. San'at orqali bu Sharq Turkiston xalqininki irodasi, yetmoqchi bo'lgan nishoni masalan, g'oyasi, kelgusi o'tmishdagi shodliq tarixini belki ifodalab oldi masalan. Nima uchun bizning naqshlarimiz, nimalarimiz har doim azob uqubatini aytadi, jangovarlik bir narsa ifodalab chiqmaydi masalanchu. Hmm.
To'g'ri. Mesela bunu ifadeli qilib bo'ladigan narsa masalanchu. Sizningcha bugungi xalqaro siyosiy vaziyat Uyg'ur davosining kelajagi uchun qanday signallarni ko'rsatyotidi? Dünya çoğun noktada aytgan chog'da dunyoning tartibi bir buzilib, yangi bir tartib shakllanishga mangdi. Oldimizgi 10-20 yil mushab bo'lishi mumkin. Bu yerda burunqi kishilik huquq, inson haqlari, demokratiya deydigan so'zlarninki yo'qolib ketmaydi xalqaro sahnadan, ammo ahamiyati tuvanlaydi. Ya'ni kishilar buningga, davlatlar buningga pek e'tibor bermay, o'zining manfaatiga kelgan chog'da e'tibor beradigan bo'ladi. Bu holatda biz bu shuarni emas, Sharq Turkistonninki ko'rishininki yumshoq kuchini nemisi bo'lish bilan birga yana askariy kuchninkimi bir nemisini o'ttirg'a chiqadigan bir vaqti kelib qoldi masalanchu. Askeriy kuchninki shakllanishi, askeriy kuchninki Hmm. nim bo'lishi, o'ttirg'a kelishi va buningga parallel holatda askeriy kuch bilan birga parallel mangdigan siyosiy diplomatik kuchninkimi bo'lishi kerak masalan. Bu holatda biz bu o'zgarayotgan jangal qonuniga ketayotgan bir xalqaro tartibda bizmi o'zimizning haqqini ola olishimiz mumkin. Hmm. Sizning Masalan, Afg'onda, Hmm. Afg'onda, Suriyada turayotgan nurg'un qurolli qarindoshlarimiz bor. shundoq. Bular ishninki bir tarafini qila oladi. Hmm. Ammo bular bilan birga hamkorlashib manga oladigan bir siyosiy nima qilgan kuch chiqishi kerak. Hmm. O'zaro kelishib, paranglashib, maslahatlashib, bu askariy kuchni xalqaroda cho'ng davlatlar bilan qanday parallel holatda menib, o'zimizning mustaqillik ko'rishining, o'zimizning haqqini elishimiz va cho'ng bu fursat kelgan chog'da o'zimizning fursatni qanday tutimiz deydigan narsani qilish kerak. Buni Eh, qilolmagan xullas shu ketib hmm. qoldi. Hmm. Sizningcha Suriyadagi hozirgi mavjud askariy kuchimiz mushu bizning Sharq Turkiston askariy kuchining itilgan tunji qadami desak bo'lamdi? Menimcha bir yaxshi bir boshlanish bo'ldi. Yaqinqi 10 necha yilda masalan Suriyada inqilob boshlanib, Basharga qarshi inqilob boshlanib 2024-12-yilgacha 10 necha yillik bir urush bor. Chunki bu dunyodan bu yerga dunyoning har yeridan alohida askariy xodimlar, istixborot xodimlari bu yerga keldi va bu yerda mo'l bir askariy tajriba va bilimga markazlashgan yer bo'ldi va bizning Uyg'urlik qarindoshlarimiz bu yerdagilar bu yerda mushtaq bir yerda nurg'unlagan badal to'lash orqali bugungi kunda bir malgilik bir natijaga erishdi. Ammo bu ishniki oxiri emas. Bu tek endi boshlanish. Bugungi kunda bir sistemlashgan bir davlat armiyasi shakliga kelayotgan bir nimani ko'rdik masalan ilgirlashni. Hmm. Endi buningga bularning texnik kuchlanishi va Sharq Turkiston nimasiga harakat qilish uchun xalq va bu yerdagi tashkilotlar bo'libmi bu kurashni bunayliq askariy bilan parallel ma'nosi uchun Fransuz nurg'un narsalar var mesela. Siyosiy, diplomatik va bularni o'zaro tushunish hosil qilish. Bu masalani xalqaro sektorda qanday o'tirg'a chiqish masalanchu. Hmm. Bu narsani suhbatlarni boshlash kerak masalanchu. Hmm. Hozirdan boshlab. Hmm. Şoň bu yaxshi bir qadam bor, yaxshi bir fursatimiz bor, yaxshi bir kuchimiz bor. Yana bir narsa bu askarligi masalan Amerikaninki, masalan nimadan Yevropaninki bo'lgan askariy mutaxassislarniki bergan bahosini ayt yuqori masalanchu. Hmm. Chunki bundaq bir urush maydonidan chiqqan Uyg'urlarning ko'rsatgan jangovarligi nimasini ayt yaxshi bahoda beraylik, ammo abayligimizdek urush siyosatninki o'zgargan bir shakli. Hmm. Urush to'xtab diplomatiya bilan hal qiladigan bir davr kelishi mumkin. Bizning undami kuchimiz bo'lishi kerak, ammo hozirgi siyosiy tashkilotlar bu ishimizni hal qilolmaydi. Shunga abayjiqlab ketdim, yana bir qitimday bu askariy kuch bilan parallel mangadigan bir siyosiy, diplomatik bir harakat chiqishi kerak. Bu to'g'riliq oldimizdagi programmalarımızda yana siz bilan va Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazidagi boshqa qarindoshlar bilan yana davomli ilgirlagan shaklda suhbat ilib berishga tirishimiz. Bugungi suhbatimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'nglimizning eng cho'nqur yeridan sizga tashakkurimizni aytamiz. Keyingi programmalarımızda yana ko'rishish umidi bilan siz bilan xo'shlashamiz. Xayr xo'sh. Dünya tarixi bizga bir narsani ko'rsatdi. Millatlar faqat soni bilanla emas, balki irodasi bilan yashaydi. Agar bir millat avlodlarga ona tilini o'rgatishni to'xtatmasa, agar bir millat adolat uchun so'zlashni to'xtatmasa, u millat dunyo sahnasidan hech qachon o'chirilmaydi.
Balki bugungi kunda biz tarixning eng qiyin betlarini yozayotgan bo'lishimiz mumkin. Ba'zida diasporadagi kichik faoliyatlarda, ba'zida bo'lsa dunyo siyosatining cho'ng sahnlarida. Ammo tarixning keyingi betlari balkim bugungi qiyinchiliklar bilan tovlangan irodamiz bilan yozilishi mumkin. Bugungi radio xabarlarimiz mushu jumlalar bilan oxirlashadi. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Keyingi xabarimizda quloqlashguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh.